Hozirgi faktimiz yashil energetikaga oid. Bugun nafaqat davlat idoralari, xonadonlar, balki tadbirkorlik subyektlari ham quyosh panellaridan samarali foydalanmoqda. Bu bilan elektr energiyasiga bo'lgan o'z ehtiyojlari qoplanishi bilan birga ortiqcha energiyani davlatga sotib, foyda ham ko'rishyapti. Ayni mavzuni muxbirimiz Namangan viloyati misolida o'rgandi. Namanganda ishlab chiqarish korxonalarining tom qismida mana shu kabi mini fotoelektr stansiyalar qurish ommalashgandi. 2024-yilning dekabr oyi holatiga ko'ra viloyat bo'ylab bu kabi korxonalar soni 200 dan tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil may holatiga ko'ra mana shu kabi korxonalar 400 tadan ortiqni tashkil etyapti. Biz ayni paytda Uchi tumanidagi tekstil korxonalaridan biridamiz. Bu yerda ham dastlab 700 kWh kichik stansiya ishga tushirilgan bo'lsa, bugun ushbu quvvat 3000 kWh mini fotoelektr stansiyasiga aylantirildi. Korxonada mana shuncha quvvatdagi stansiya ishga tushadigan bo'lsa, 500 kishi faoliyat yuritadigan ushbu korxonaning to'liq elektr energiyasi aynan mana shu stansiya orqali qoplanish imkoniyati yaratiladi. Bugungacha Namangan viloyatida yashil energiya ulushi umumiy hisobda 83,8 megavatga yetkazildi. Shundan 24,2 megavati 1511 ta davlat idoralari va ijtimoiy soha obyektlari, 40 megavati 2201 ta tadbirkorlik subyekti, 18,3 megavati 5152 ta xonadon va 1,4 megavati 113 ta ko'p qavatli uylar hissasiga to'g'ri keladi. Xonadonlarda ham quyosh panellaridan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. Masalan, Uchi tumanidagi ushbu xonadonda 10 kWhlik quyosh panellari o'rnatilgan. Xonadon vakillariga ko'ra, oyiga o'rtacha 500-600 kWhli energiya iste'moli amalga oshiriladi. O'rnatilgan quyosh panellari orqali esa xonadon sarfi to'liq qoplanib, oyiga 1 million so'mlik energiya sotilishiga ham erishilyapti. Biz xonadonimizga 3 oy avval 10 kWlik quyosh paneli o'rnatdik. Eshitib, o'qib yurgandik. Uncha biz shaxsan o'zimiz sinab ko'rmagandik. Quruvchilarni topib o'rnatib 10 kWni 40 millionga tushirib berishdi. Effektini hozir 2 oyda biz bilishni boshladik. Bu ham 600 kW tok ishlatamiz uyda. Ham uni to'lab, ham bizga qaytarib berar ekan. O'rnatganimdan xursandman. Viloyatda bugun umumiy yashil energiya ko'rsatkichi 83 megavatdan o'tgan bo'lsa, shuning 20 megavat qismi bojxona organlari tomonidan olib borilgan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida amalga oshirildi. 2025-yilda 5800 ta obyektlarga quyosh paneli o'rnatilishi reja qilingan. Joriy yilning 5 oyida 1100 ta obyektga 20 megavat quyosh paneli o'rnatilishiga erishildi. Quyosh panellaridan foydalanish bugun yashil energiyani joriy etishdagi qulay yondashuv ekani bilan diqqatga sazovor. Biz bugun sizga aniq misollar bilan yetkazishga harakat qildik. Umuman olganda, energiya sohasidagi ushbu yangilik kuzatganingizdek ijtimoiy hayotimizda yaxshigina iqtisodiy ko'mak bo'lib xizmat qiladi.